Assalomu alaykum YouTube. Bugun bel umurtqalarini MRT'dan ko'rib chiqamiz. Ya'ni MRT kartinga sagital ko'rinishi hozir. Sagital ko'rinishda ko'rib turibmiz. Belda 3 ta grija bor. L3, L4, L4, L5, L5, S1 da. Ya'ni mana bular grija, bu mana bu. Mana bu biz chapga qarab kesamiz. Chapdan o'ngga qarab bu o'ng tomondagi o'ng tomonda ildizlarni qay darajada ezayotganini ko'rishimiz mumkin. Bu aksial kesimi, ya'ni hozir L3 bilan L2 orasidagi diskni aksial holati kesimi. Biz kasalga o'tdik. Qaranglar, kasalga o'tganimizda bu yerda grija tushib turibdi markazga. Ezib turibdi nervda, markazda. Bu yerda mana kattalashyapti. Orientir mana. Ko'ryapsiz-a? Grija bor joyda u markazdan kesyapti. Orientir ko'proq bizda hozir shu turishda chap tomonni ko'proq ezyapti. O'ng tomonni ham ezyapti, lekin bu uchi chap tomonga qarab yo'naladi. Bu chap tomonimiz. Keyingisiga o'tamiz. Keyingisida ham mana ko'rib turibmiz. L5 S1dagi holat. Daja yopib qo'yapti, ko'ryapsizmi? Ikki tomonga nerv bo'lib, to'liq ezyapti.